Dadasi, Ha xotin. bir asbobingiz oling, o'ynaylik bitta. Tamam xotin, o'zi asbob ham ishlatmaganim 15 kun bo'lgan. Bosamiz. Qan dadasi, bitta choling, bir o'ynagayman. Baland tog'lar boshimda. O'ylamang. Shu xudan ayting, shu xudan. Ko'nglim bo'ldi beqaror. Seni ko'rib ey malak, ey osmni bayamayla, yetma yo'lingda hali. Boja! Iye. Bu iri xotinlar jilli o'ylim ya. Nima o'ynayotibdi ular? Qo'pis yashang, Boja mana qana kelinlar necha o'tiribsiz? Shu desangiz to'yga chiqmoqchi bizlar repetitsiya qilib turdik. Xo'sh, nima muammo? Muammo qo'shiqda. Bir zo'rdan topasiz, ana shunaqasidan o'ynasan. Yaxshi qo'shiq topib olmayapmiz. Mana biz top beramiz-da zo'rini. Toping. Bojajon qarang, Telegramda Telenavobot degan bot bor. Shunga xohlasangiz tekstni, xohlasangiz ovozli tashlasangiz, xohlagan muzikani chiqarib beradi. TikTok, Instagram, YouTube video silkasini tashlasangiz, 3 sekundda videosini chiqarib beradi. Eng zo'r tarafi bironta kanalga obuna bo'ling demaydi. Ha, zo'r ekanda. Bir bo'lsa biz yonam, va'da berib